Har oy umid bilan test qilasiz, lekin afsuski yana bo'lmadi. Bu hissiyot menga juda yaqin tanish, chunki bu etapdan o'zim ham o'tganman va qanchadan qancha bemorlarni holatini kuzatganman. Men akusher-ginekolog shifokorman. Rahimova Feruza Nimajanovna va ginekologiya sohasida 11 yildan beri faoliyat yuritaman. Bugun sizlarga aynan mana shu bepushtlik mavzusida qanday tekshiruvlardan o'tish kerakligi haqida aytib bermoqchiman. Chunki ko'p bemorlar uzoq vaqtini, yillarini noto'g'ri tekshiruvlarga sarflash, pullarini behuda sarflash bilan vaqtlarini, pullarini yo'qotishadi. Sababi to'g'ri qilinmagan algoritm, to'g'ri tuzilmagan yo'nalish ayolni vaqtini yetkazadi va xarajatga sababchi bo'ladi. Keling, qanday boshlash kerak? Agar sizda homiladorlik kuzatilmayotgan bo'lsa, birinchi qiladigan ishimiz ovulyatsiyani nazoratga olamiz. Ya'ni hayz siklimizni, agar sizni hayz siklingiz 30 kunlik desak, taxminan hayz siklini o'rtadagi 10 kunligida biz ovulyatsiyani nazoratga olamiz. Bu degani hayz siklimizning 11-chi, 13-chi, 15-chi kunlarida UZI tekshiruvidan o'tamiz. UZI tekshiruvi bizga nima beradi? UZI tekshiruvida ana shu har oyda bitta folikula o'sadi. Mana bu bizning tuxumdonimiz va bu yerda folikulalarni ko'ryapsiz. Mana shu yerdan bitta folikulamiz kichkina bo'ladi boshida va bu o'sib kelib, hayz siklining o'rtasida yorilib ovulyatsiya sodir bo'ladi. Qanday sodir bo'ladi? Erkak va ayol yaqinlik qilgan vaqtida erkakning urug' spermasi qin orqali, qindan keyin spermatozoidlar bachadon bo'yni, bachadon orqali, bachadondan keyin trubalarga o'tib, bachadon naylar orqali o'tib kelib, mana bu yerda ovulyatsiya jarayonida chiqqan tuxum hujayrani urug'lantirib, urug'langan tuxum hujayra endi sekin-asta bachadon kiprikchalarini harakati sababli bu yoqqa qarab harakat qilib kelib, bachadonga kelib o'rnashadi va bu homiladorlik sodir bo'ladi. Endi mana shu jarayonda qayerdadir buzilish bor. Bitta etapda buzilish bor. Birinchisi bo'lishi mumkin bizda mana shu joyda ovulyatsiya bo'lmayapti, ya'ni folikula o'smayapti, yoki o'ssa ham yorilmayapti, yoki o'sib yorilsa ham ichidan sifatsiz tuxum hujayra chiqyapti. Mana shu joyda demak bitta buzilish bor. Biz birinchi qiladigan ishimiz demak ovulyatsiyani ko'rib olishimiz kerak. Agar bizda hayz siklida 2-3 sikl davomida tabiiy ovulyatsiya bo'lmayotgan bo'lsa, bizda gormonal o'zgarish bor. Bizda ovulyatsiya sodir bo'lmayapti. Bu birinchi problemamiz. Endi bizni shu paytda qiladigan joyimiz erkak kishini ham biz bilan teppa-teng tekshiruvdan o'tkazishimiz kerak. Erimiz ham xuddi biz ovulyatsiyamizni tekshirayotgan paytimiz erkak kishiga osonroq borib urologga boradi, reproduktolog urologlarimiz bor, borishadi va u yerda urug' sperma topshirishadi. Sperma topshirganda mana shu aynan oddiy urolog emas, reproduktolog urolog bo'lishi kerak. Ya'ni u ham ana shu erkaklarning ko'payish sistemasi bilan ishlaydigan, bepushtlik bilan ishlaydigan urolog bo'lishi kerak. Shunda u spermani tarkibidagi spermatozoidlarni formasini, harakatini, yashovchanligini, urug'lantirish qobiliyatini sizga aniq diagnoz qo'yib bera oladi. Bu yerda juda ko'p faktorlar rol o'ynaydi qizlar. Demak, erkagimizga diagnoz qo'yishimiz bitta sperma bilan, topshirish bilan ko'p muammoni hal qila oldik va erkagimizda agar muammo chiqqan bo'lsa, u o'zini davolanishini boshlaydi. Siz bu yoqda tekshiruvlardan o'tganingizcha. Ikkinchi etapimiz. Qizlar, ikkinchi etapga o'tamiz. Endi bizda ovulyatsiya bor ekan deylik, keyingi etapga o'tamiz. Agar bizda ovulyatsiya bo'lsa, endi biz bachadonni ichki qavati bilan bachadon naylari holatiga ahamiyat beramiz. Aytaylik, turmush o'rtog'ingiz sog'lom chiqdi. Sizda ovulyatsiya bo'lyapti, lekin homiladorlik bo'lmayapti. Endi bizda muammo bo'lishi mumkin bachadonning ichki qavatida yoki naylarda bo'lishi mumkin. Endi naylarimizni biz naylarni tekshirish oxirgi etap hisoblanadi. Endi biz bachadonning ichki qavatiga diqqatimizni qaratamiz. Hayzimiz kelib bo'lgandan keyin agar biz UZIga tushadigan bo'lsak, bachadonning ichi toza bo'ladi u paytda. Hayz kelib tugagan paytda. Bachadonning ichida qanaqa holat? Endi biz uni ana shu ovulyatsiya paytida kuzatganimizda endometriy qavat qanaqa qalinlashyapti, qanaqa o'syapti, ana shu etaplar qanaqa o'tyapti? Proliferatsiya fazasidan sekretsiya fazasi bo'ladi. Bu yerda o'sha bolani ushlab qolishga etapma-etap xuddi o'zi ko'rpacha tayyorlaydi-da, bola kelib o'tirib olishi uchun bachadonimizni qavat. Ana shu ko'rpachamizni qanaqa qilib o'stirib beryapti? Va ana shu agarda bizda endometriy qavatida o'sishda muammo bo'layotgan bo'lsa, yaxshi o'smayotgan bo'lsa yoki buni ichida bir-biriga yopishib qolgan holatlar bo'lsa, mana shunaqangi holatlar ham bo'ladi. Endometriy qavati kuchli shamollash, yallig'lanishlar o'tganda bir-biriga yopishib qoladi yoki ichkarida polip o'sgan bo'lsa, homilaning kelib ana shu ko'rpachaga o'tirishiga xalaqit beradigan
faktorlar bor. Ana shuni ko'rishimiz kerak. Va biz bunda ko'pincha gisteroskopiya usulidan foydalanamiz. Gisteroskopiya nima? Gisteroskop degan apparati bor, uni uchida kamerasi bor va ana shu kamera yordamida tabiiy yo'l bilan hech qanaqa qorin porningiz teshilmaydi, kiriladi. Qindan kirilib, bachadon bo'yni orqali o'tib, bachadonning ichki qismidagi hamma joy ko'rib chiqiladi. Bachadon naylariga ketish yo'llari, devorlari, bu yerda polip o'sganmi, qayerdadir yopishib qolgan joylari yo'qmi, nima bor buning ichida bo'lsa, tekshiruv qilib, kerak bo'lsa o'sha narsalarni olib tashlaydigan, homila bo'lishga xalal beradigan narsalar mana shunaqangi tekshiruvdan o'tkaziladi. Va uni olgandan keyin hozirgi kundagi zamonaviy usulidan birini aytaman sizlarga. Perpiterapiya, ya'ni ayolni o'zini qonidan olib, trombositlarning massa bo'ladi va uni agar bachadonning ichiga yuboriladigan bo'lsa, gisteroskopiyadan keyin buni ichida yana ham bir yangilanish, yosharish, o'sish, ana shu ko'rpachani sveji qilib qo'yasiz. Ana yumshoqqina qilib qo'yasiz. Oddiy o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, sodda qilib aytsak, bolani kelishiga zo'r muhit sharoit yaratib qo'ygan bo'lamiz bu joyda. Mana shu amaliyot bajarishimiz kerak bo'ladi. Yana bitta tekshiruv usulimiz bu keyingi tekshiruv usulimiz bu gisterosalpingografiya, bu GSG, ya'ni bachadon naylarining o'tkazuvchanligi. Agar sizda aytaylik tuxumdon zo'r, endometriy qavati zo'r bo'lsa, biz qachon gisteroskopiya qilamiz? Bitta narsaga ahamiyat beringlar, gisteroskopiya o'zida o'zi aytganimizdek endometriy qavatida qanaqadir muammo ko'rilyapti, nogomogen ko'rinyapti, endometriy yoqmayapti, masalan, ginekologga yoqmayapti. Endi sizni gisteroskopiya qilishga biz yuboramiz. Hamma ham qilinmaydi gisteroskopiya qizlar. Endometriy qavatingiz chiroyli, tekis, pishni zo'r o'sib turgan bo'lsa, sizni biz gisteroskopiya qilmaymiz. Endi biz sizni trubalaringizni tekshiramiz. GSG, ya'ni gisterosalpingografiya, rentgen yordamida bachadon naylari tekshiriladi. Mana shu naylar tekshirilganda ham ko'pincha xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Hozir juda ham ko'pchilik bu narsani to'g'ri ham qilyapti. Xato qiladigan mutaxassislarimiz ham uchrab turibdi. Shuning uchun qizlar tushunib olinglar, gisterosalpingografiyani qilganda rentgenda ikkita kartinka olinishi kerak. Birinchisi, bu yerga kontrast modda yuboriladi. Yuborilganda mana shu naylardan qanaqa qilib o'tib qorin bo'shlig'iga chiqib ketganini snimka qilib rasmga olinadi. Xuddi o'sha narsani bitta olganda o'tmagan bo'lsa, agar 5 daqiqa o'tgandan so'ng yana bitta snimka qilish kerak ayol kishini. Kutib turib 5 daqiqa o'tkazib yana bitta snimka qilish kerak. Sababi agarda bu yerda spazm hisobiga o'tmay qolgan bo'lsa, 5 daqiqadan keyin o'tishni kuzatilgan holatlar bo'lgan. O'zimning patsientimda andijonlik qizimiz bor edilar. Mana shu trubam yopiq ekan deganlar va ana shu qizimiz trubasi haqiqatdan rentgen qilganda ko'rinmadi. GSGda trubada o'tkazuvchanlik aniqlanmadi. Lekin shu qizim homilador bo'lib qoldi. Sababi nimaga? Ana shu GSG qilgan paytda bu yerdagi spazm hisobiga o'tkazuvchanlik ko'rinmaydi, lekin bu yerda aslida o'tkazuvchanlik saqlangan. Bu qizimizda 2 yillik bepushtlik kuzatilgan edi va mana shu GSG tekshiruvini ko'pincha bilsanglar, agar GSG tekshiruv o'tkazilgandan keyin ham bachadon naylarini mana bunaqa qiyshaygan joylari bo'ladi o'zinida, anaqa burmalar napor bilan qilingan paytda bu yerdagi qanaqadir to'siqlar ochiladi, nimadir holat sodir bo'ladi va natijada ko'pincha GSG tekshiruvdan so'ng ham homiladorliklar yuz bergan holatlar praktikamda juda ham ko'p bo'ldi. Endi ayollik tarafidan tushunib oldik, qaysi etaplardan o'tdi ayolimiz. Endi agar ana shu birinchi ovulyatsiya bilan bog'liq sikl buzilish bo'lgan bo'lsa, sizda qaysi siklingiz 2-kunidan boshlab gormonal tekshiruvlar, umuman check-up o'tkaziladi ayol sog'ligi bo'yicha. Nima uchun ovulyatsiya sodir bo'lmayapti? Nima uchun ayolimizda tabiiy homiladorlik sodir bo'lmayapti? Mana shuni aniqlash maqsadida albatta gormon tekshiruvlari va undan so'ng sizga davolash qilinadi. Bu gormonlarni tekshirish albatta hayz siklining birinchi 5 kunligida o'tkazilsa, bu bizga ko'proq aniqroq ma'lumot beradi. Endi qaraylik, agar erimizga qaraymiz, erimizni urug'ida qanaqadir o'zgarishlar chiqqan bo'lsa, lekin bu bizni aytaylik bepushtligimiz yoki yoshimizni hisobga olgan holda shunaqaki etap qilinadi bu narsa. Agar ko'proq vaqt bo'lgan bo'lsa, biz hali uzoq vaqt yo'qotib qo'ymaslik uchun, mana homilador bo'lmayapsiz, 3 yil 5 yil bo'lgan, homilador bo'lmaganingizga taxminan deylik va sizda tabiiy mana bunaqa to'g'rilab
kutmaymiz, vaqtingizni o'tkazmaymiz. Tabiiy jarayon davolanishlarni albatta qo'shamiz, tanangizni tayyorlaymiz, lekin shu bilan birgalikda stimulyatsiya usullari bor. Ya'ni ovulyatsiya bo'lmayaptimi sizda? Sizni avval to'g'rilab tabiiy jarayon bilan, undan keyin qo'shiladi tuxumdondagi mana shu o'smayotgan follikulani o'stirish. Agar sizda mana shunaqangi muammo bo'lib, vaqt uzoq ketib qolgan bo'lsa, qizlar vaqtdan yoshimiz ketyapti, aytaylik 30 ga borib qolyapmiz, 30 dan o'tyapmiz. Bizda har yil yo'qotilgan yillar reproduktologlar nuqtai nazarida ayoldagi ana shu o'zgarishlarga sababchi bo'ladigan holatlardan bittasi hisoblanadi. Ayollarda hozirgi kunda bilasiz, erta tuxumdonda erta qarishlar, follikulyar zapasni tushib ketish holatlari kuzatilyapti, lekin ana shu narsani sog'lom turmush tarzi bilan, defitsitlarni to'ldirish bilan, sekin asta o'zini mana shu integrativ yondashuvlari bilan tuxumdonni holatini yaxshilash, tuxumdonni yana ham yoshartirish, ayollar organizmini homiladorlikka tayyorlashimiz mumkin. Va bu narsani biz shu bilan birga ketadi, hammasi vaqtni yutqazishimiz kerak emas. Shu bilan birgalikda o'zini etaplari bor. Birinchi stimulyatsiya, keyin inseminatsiya, undan keyin eko. Stimulyatsiya bilan ko'rsatma asosida erkakning urug'ida muammo yo'q bo'lsa, stimulyatsiya bilan biz homiladorlikka harakat qilamiz. Undan keyingi etap aytganimiz inseminatsiyani tushuntirdik, erkak urug'ini ichkariga kiritish haqida edik. Uchinchi etapimiz eko. Eko ham aslida tabiiy jarayon qizlar. Bu ham ekstrakorporalniy oplodotvorение, ya'ni tanadan tashqaridagi urug'lantirish jarayoni. Bu faqatgina farqi bizda oddiy homiladorlik tabiiy jarayonda urug'lanish qorin va insonni tanasini ichida bo'lsa, ekoda tanadan tashqarida bo'ladi. Ana shu uchrasha olmayotgan, bir-birini urug'lantira olmayotgan tuxum va urug' hujayrani birlashtirib, tashqarida inson yordamida uchrashuviga yordam beriladi xolos. Qanaqa qilib yordam beramiz? Tuxum hujayralar olinadi, erkakning urug'i olinadi va faqat tashqarida ikkalasini urug'lantiriladi. Unda jarayonda inson qo'shila olmaydi. Ya'ni ana shu erkakni geni bilan ayolni geni qo'shilib, urug' hujayra, tuxum hujayrani ikkalasi birgalikda urug'lanib va embrion hosil bo'lish jarayonida inson ishtirok eta olmaydi. Bu tabiiy jarayon. Va ular, lekin faqat biz yordam beramiz, ularni uchrashtiramiz. Agar masalan tuxum hujayrani ichiga agar urug' hujayra kira olmayotgan bo'lsa, spermatozoidda kira olmayotgan bo'lsa, spermatozoid ana shu tuxum hujayrani ichkarisiga ma'lum bir usullar bilan kiritib qo'yilgan holatda bo'ladi. Lekin uni ichidagi urug'lanish prosesini jarayon o'zi boshqaradi, o'zi urug'lantiradi. Agar hosil bo'lsa, hosil bo'ldi embrion. Agar aytganimizdek Alloh xohlasa embrionchik hosil bo'ldi va embrionchik ma'lum bir vaqt inson sharoit yaratib beradi, xuddi insonning tanasidagi embrion, xuddi inson onasini qornidagidek sharoitda ko'payib, embrioncha hosil bo'lib, u kattalashadi va 5-sutka, 3-sutkaga kuzatib boriladi mikroskop ostida. Bu jarayonni biz faqat tashqaridan hosil bo'lishiga yordam beramiz va tashqaridan kuzatib turamiz va hosil bo'lgan embrionlar onasining qorniga, yana bachadoniga tabiiy holatda o'rnatiladi va u yana o'sib ketadi. Demoqchiman, bu sun'iy emas, bu boshqa narsa emas. Bu yerda ham inson faqat yordamchi, sababchi, bu yerda ham faqatgina Allohning aytgani bo'ladi va Allohning fazli bilangina embrionchalar hosil bo'lib, ular ma'lum bir muddatga o'sib yetib kelsagina sizda bu narsa, ya'ni homiladorlik davom etib ketadi. Shuning uchun ham Alloh shu ilmni beribdi insonga va undan foydalanish kerak. Bekorga berilmaydi bu ilmlar va berilgan ilmdan foydalanib, siz barcha shanslaringiz, imkoniyatingizdan foydalanib, ana shu Alloh tomonidan sizga beriladigan naslni davom ettirishingiz mumkin. Ayniqsa o'zbekchilikda bizda bilasizlar, juda ham biz bolajon xalqimiz, musulmonlar shunaqa naslini ko'paytirishni xohlaydigan xalqimiz va agar sizda tabiiy bu jarayon sodir bo'lmayotgan bo'lsa, albatta shifokorlarga murojaat qilinglar va bu narsani to'g'ri yo'nalishda olib borish sizni vaqtingizni ham, pulingizni ham tejaydigan etaplardan bittasi. Baribir ogohlantirib o'taman, bular arzon protseduralar emas, lekin bu narsani to'g'ri olib borish vaqtingizni ham, pulingizni ham tejaydi. Bu narsani yodda saqlab qoling. Keyingi mavzuda biz eko haqida juda ham to'liq holatda gaplashamiz. Albatta kuzatib boring, obuna bo'ling va fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qaysi mavzularni yana olib chiqaylik sizlarga, qanaqa savollaringiz bor bu bo'yicha, bizga murojaat qilish bo'yicha adminlar raqamlarini ham va adminlar ssilkasini ham shu video ostida qoldiramiz. Ular bilan bog'lanib, biz bilan aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bizni komandamiz eng yaxshi professionallardan tashkil topgan, eng yaxshi endokrinologlar, ginekologlar, pediatrlar
faqat ayol komandasidan tashkil topgan va aynan ayollarimizga xizmat qilish uchun bu komandani tashkil qilganmiz. Murojaat qiling, biz sizga yordam berishga tayyormiz.